Ketdimi? Bugun 8-fevral Ramazon boshlanishiga ro'parasi 9 kun qoldi. Va men Allohimga shukr aytaman, mana shu Ramazongacha mana shu kitobni menga yetkazganiga. So'nggi Ramazon kitobi. Nomidan bilib turgan bo'lsanglar kerak. Kitob aynan mana shu Ramazon oxirgisi bo'lganda nima bo'lardi? Mana shu haqida. Men oldin sizlarga bir jumlasini o'qib beraman. Agar ushbu Ramazon umrimdagi eng so'nggisi bo'lishini bilsam, aslo gunohga jur'at qilmas edim. Internet yoki televizorni yoqib olib, ma'nosiz o'yin kulgu, serial va boshqa befoyda dasturlarni izlamas edim. Zero umr lahzalari sanoqlidir. Axir o'zim quradigan binoni o'zim vayron etishim hech ham aqlga to'g'ri kelmaydi-ku. Axir bu mening Ramazon oyida kunduzlari roza tutib, kechalari namoz o'qib, Qur'on qiroati va xayr ehson bilan qurgan katta saroyim-ku. Qanday qilib uni bir harom nazar yoki bir buzuq so'z yoxud ahmoqona hazil sababli parcha-parcha qilishim mumkin. Rohib Sarjoniy, Misr muallifi, qalamiga mansub so'nggi Ramazon. Bu agar mana shu videoni hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu kelayotgan Ramazongacha har bitta yil o'qib chiqishingiz kerak deb o'ylayman. O'z aslida qachon o'qib chiqishi, vaqt sanasi muhim emas. Muhim o'qib chiqishingiz kerak. So'nggi Ramazon bo'lsa nima qilardinglar? Rahmat.